Fariduddin Attorning yozgan tasavvufiy dostoni Mantiq ut-Tayr va Alisher Navoiyning Lison ut-Tayr dostonlarida butun dunyo qushlari gala-gala bo'lib o'zlariga yagona podshoh Simurg'ni izlab safarga chiqadilar. Ko'p qiyinchiliklardan o'tib yo'l oxirigacha borganlar oxir-oqibat Simurgʼ aslida alohida bir mavjudot emas, ularning bir butunligi ekanini tushunishadi. Haqni izlagan inson aslida uni o'z qalbidan topadi. Bu asarning asl mohiyati insonlar Allohni izlashlari, tafakkur qilishlari va oxir uni anglab his qilishlariga bag'ishlangan. Qushlar orqali insonni ruhiy sayohatini tasvirlashgan. Dunyoda tobora insonlar tarqoqlashib ketayotgan davrda bastakor David Soyen Tappisi tutashuvlikni tasvirlash uchun Buxoro hushtaklaridan foydalandi. U marhum Kulol Kubaro Boboyevning va uning shogirdlari yasagan hushtaklari bilan har bir tashrif buyuruvchining hushtak chalgan tovushini yozib borib, vaqt o'tishi bilan bu tovushlarni birlashishidan shunaqa girdobli xo'rni hosil qildi va buni jamoaviylikdan shifo va najot topishga intilishdir deb ta'rifladi. Buxorodagi Bienalda eshitgan tovushlaringiz aynan shu haqida so'zlardi. Bundan tashqari bu yerdagi yana ko'plab asarlar tafakkurni uyg'otib, insonni chuqur o'ylashga, bir zum dunyodan uzilishga majbur qildi. Video qiziqarli bo'lgan bo'lsa, like bosish esdan chiqmasin.